O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, shoh va shoir, tarixchi, davlat arbobi va mohir sarkarda Andijon farzandi Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda Umarshayx Mirzo xonadonida tavallud topdi. Saroyda shahzodalarga xos munosib ta'lim-tarbiya olgan Bobur otasi vafotidan so'ng 12 yoshida taxtga o'tirdi. Bobur toj taxt uchun bo'lgan urushlar tufayli Andijondan chiqib ketib, Hindistonda buyuk Boburiylar sulolasiga asos soldi. Hindistonda qudratli saltanat o'rnatgan, davlatning gullab yashnashida katta hissa qo'shgan sevimli shoirimiz 1530-yil Agra shahrida olamdan o'tdi. U o'z umri davomida Boburnoma, Mubayyin al-Zakot, Xatti Boburiy, Harb ishi kabi ko'plab nasriy va she'riy asarlari meros bo'lib qolgan. Tole yo'qki jonimga balolar bo'ldi. Har ishniki ayladim xatolik bo'ldi. O'z yerni qo'yib hinsori yuzlandim. Yorab netayin ne yuz tarolar bo'ldi. Ahbob yig'ilmoqni farog'at tutingiz, jamiyatingiz borini davlat tutingiz. Chun gardishi charx o'tirur tengri uchun, bir-birini necha kun g'animat tutingiz. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Kim ko'ribdir ey ko'ngli ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Gar zamonni naf qilsan, ayb qilma ey rafiq. Sen ko'rmadim hargiz nidoyin bu zamondan yaxshilik. Davron o'tkardi sar u somondan, ayirdi meni bir yo'la xon o'mondan. Gah boshima toj, gah baloyi ta'na, nelarki boshimga kelmadi davrondan. Zin ayla sabo yetguli xandonimga, ne guliki quyoshdek mohitabanimga, yetkili bog'i ishtiyoq ila Boburdan, zinhor degil salom tuqqonimga.